Assalamu alaikum, aziz vatan. Assalamu alaikum, hörmətli televizor körgüçülər, Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının Uyğur Avaz söhbət proqramısıga həmminglar xuş gəlibsizlər. Mən riyasetçi İftixar Abdurşid. Hörmətli görünmənlər, həmminglarning xəbəri bolğandək, Bosniyaninki paytaxtı Sarayevoda içilmoqchi bo'lgan 8-ci növbətlik Dünya Uyğur Qurultayı umum vekillər yig'ilishi o'tkazilish oldida turib yetibdi. Tayyorliklar nihoyatda jiddiy davom qilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, hammanglarning xabari bo'lgandek, Dünya Uyğur Qurultayiningki 7-ci növbətlik umum vekillər qurultayida Dünya Uyğur Qurultayının sabiq reisi Dolqun İsa Efendimninki bergan va'dasi bo'yicha Qurultayninki lobby faoliyatları da'volarini anglatish uchun Latin Amerika va Afrika qit'alarini ziyorat qilganligi haqida va'da bergan edi. Hammanglarning xabari bo'lgandek, Latin Amerika faoliyatları hammasi ilib berildi. Biz buni Uyghur Avaz söhbət proqramımızda cümlədən kunlik xəbərlər proqramımızdan bergan edik. Tıxı aldın qaptıdılam Qurultaydan bir heyət Dünya Uyghur Qurultayınınki sabiq reisi Dolqun İsa Efendim ve Dünya Uyghur Qurultayı Ayollar Komitetining müdiri ve Xalqaro ishlar direktori Zümrəttay Erkin ve Dünya Uyghur Qurultayı Berlin ishxonasining müdiri o'xshash vaqtda Qurultay bayonotchisi G'ayur Qurban efendilar Gambiyaga Uyghur davosini anglatish uchun borgan edi. Bugun huzuringlarda Gambiyadagi ilib berilgan bu faoliyatlar haqida qisqacha sizlarga ma'lumot berish uchun o'tiribmiz. Bexatarlik sabab bo'lganligi uchun Qurultay heyeti Gambiyada faoliyat ilib berayotgan vaqtida biz ularni ziyorat qilib yoki ularning xabarini berish imkoniyatimiz bo'lmay qoldi. Bugun ziyorat qilmoqchi bo'lgan aziz mehmonlarimizdan shularni so'ramoqchimiz. Xo'sh, oldi bilan birinchi savolimni sizdan boshlay Zumratay. Gambiyaga berishdan burun bu planlar qanday tuzildi? Afrikadagi davlatlardan faqatlam Gambiyaga bilan bordinglarmi va bundan keyinmi yana ilib berilgan faoliyatlar bormi? Mush haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Sualınız için köp rahmet. Elbette biz lobby faaliyetlerini ilip bardıgan devletler biriştin burun. Bu devletlerin kayısıge basak en stratejilik buldu, en küçümüz yetidu ve bir xatar nuskusunu oylaşımız gerek. Şu jarayanda Nemişki Gambiya'nı tanıdık degen çağda bu Gambiya devleti özü birinci Müslüman devlet. 95% adamı Müslümanken. İkincisi bu Gambiya şu dünyadaki Müslümanların şu irqi qırğınçılıq bolsun yoki zulüm uçurgan Müslüman milletlerini qollap kelgan. Mesela bulup mu şu Rohingyalarını köp qollagan ve bu meseleni mu xalqara cinayet sotuğum bergen Myanmar'ını. Boğandikin bu insani işlerge, insan hukuklarına köngül bildiğin bir devlet ve bularning mu taşqi münasebeti mu muşu BDT'nin kanunları bolsun, muşu xalqara kanun emisini itiraf kıldıgan devlet ve muşu prinsiplarını qoğdaydıgan bir devlet. Hem BDT'de oynagan rolü mu intayin muhim. Bu BDT kişilik hukuk kengişinin bir muhim azası ve muşu nurgulgan yıllardan beri mu muşu insan hakları hakkında muhim avaz bergen. Mesela muhim kararlarga avaz bergen ve muşu 2 yılın aldıda Uygur tunç qitim Uygur meselesinde bir karar tekst sunulgan çağda BDT'de kişilik hukuk kengişide Gambiya devleti bu çağda esinladıba 17 devlet qollap 19 devlet karşı çıkıp 11 devlet bir taraf bolgan.
muşu karşı çıkan devletlerin içinde hemiz karsak Afrika devlet, Müslüman devletler var. Ama Gambiya uçakda karşı emez bir taraf tuğan. Elbette bir taraf buluş bir yaxşı iş emez ama bunçilik Xitayning besimini aslı qalğan devletlerin içinde Gambiya hiç bulmusu Xitayni aktif şekilde qollamagan bir devlet. Hem biz men aldığım yılı BDT'nin Gambiya'nın BDT'deki elçisi bilen görüşken çağda o adamның mu deyişçe Gambiya bu meseleni ciddi sözleşip ve karar algan çağda şu BDT'nin elçisi mu çoğun rol oynaptı ki şu Gambiya'nın Xitay bilen başka devletler qarğan çağda mesela Kenya'da Rwanda'daki devletler Xitayni hem de aktif şekilde qolladı. Şuna bunda pozisiya bulmayımız dep azraq bolsun prinsip da tuğanlıq üçün biz bu Gambiyani bir muvaffaq devlet dep oyluq ve şunundan keyin biz biye badıq. Onundan sırt yana en ağırqı nüsxası biz nemi qarğan vaqtda bu Gambiyadaki devlet qarsak bu devletning içideki ammavi teşkilatlarının güçünü hesapqa ilişimiz gerek ve bu yerde ammavi teşkilatlarının gücü acayip çoğun rol oynaydıkken küçük teşkilatları var ki şoň bunu oylap Gambiyany tanıdık. Hoş Gayur efendim. Sizler Gambiyaga bargandan keyin u yerda qaysi organlar bilan köreşdinglar ve hatalaşmasam u yerda bir hem yig'in qatnaşdinglar deyman ve qatnaşgan yig'inlarning mazmun haqida ve u yerdagi ilib bargan lobby faoliyatlaringlar haqida ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz. Müdürümüz Zümrüt Hanım naiti yaxşı bir başlaş bədi, çöndürüş bədi. Bizniki Gambiya qaratqan teşebbüskarlık hizmetlerimiz haqqında. Biz bu qitim Gambiyaga bağa vaxtımız nəx şu Afrika Komisyonunki insan hakları ve xalqlar haqqında çoğun yıllık yığınıga duş kelgen bir vaxtımız boldu. Ve bu yığın Xalqara İslam Kengeşininki yığından biraz keçiklam elip barılgan bulup bu Gambiya gerçi Afrika'daki en namrat iqtisadi terakkiyatları tolumu aciz bir devlet buluşu qarmay Afrika'daki insan hakları ve kişilik haklarını xalqlarninki hüquqlarını qoğdaş cəhətdə zor güç çıxırıyatqan bir devletken bununki ularninki şu devlet quruş gayesi ve terakkiyatla zich bağlıqken. Biz bu yerde bu noktalarını görüp yattık. Biz bağa vaxtımızda bir yerde Afrika Komisyonunki yuqur derecek əməldarları, Avrupa İttifaqınınki baş vekilleri, Germaniya, Gollandiya, Amerika ve şunun oxşaydıgan bir qatar G'arbdagi şu Afrikadagi iqtisodiy taraqqiyotlarni qo'llaydigan davlatlarniki baş elçileri ve şundaqla Afrikadagi şu Afrika Komisyonga Afrika Charter deydikken yani Afrika'nınki ehtinamisiga Afrika İttifaqınınki ehtinamisiga ovoz qo'shgan davlatlarniki hamma davlatlarniki vekilleri ve o devletlerdeki yüzlerce kişilik hukuk ve ammavi teşkilatlarındaki vekiller olup nait köp sanda yığın katlaşıptı. Biz näq şu vaqtda şunu ulgurub bardık. Abay müdürümüz Zümrüt Hanım söylep ötkendekidek Afrika devletlerindeki bizden davayımızga halkımızdaki hürlik görüşüge kösekken tesirleri küçeymekte. Bunu biz Garip devletlerindeki tesirini əməldən bildi dep oylayman ama əmələnki məlum şu halkımızdaki hüquqlarını qoğdaydigan mühim can meydanlarındaki birisi Birleşken Devletler Teşkilatı bulab hesaplandı. Mana şundaq en mühim xalqaralıq səhnələrdə Garip devletlerindeki sani gerçi bizni qo'llaydiganlar köp mutlaq köp qism Garip devletleri bizni qo'llasimi lekin yanalam her bir devletning faqat birla ovoz bo'lganligi uchun u yerda xalqimizniki hüquqlarını qo'g'daydigan jonajon manfaati kaporat qilishga tegishli bo'lgan muhim qarorlar chiqqan vaqtda bularning soni yetishmagan ahvollar bo'lib o'tdi. Bu ham müdürimiz Zümrüt Hanımning aytgan yaxshi misollar bilan bayon qildi. Shuning uchun biz bu yerda bu Afrikani tanlagan ham shu eng yaxshi bir paytni tutib bordik bu yerga. Bu yig'in jarayonida biz yüzlerce Avrupa, Afrika ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlarniki
insan hakları teşkilatları bilen uçuruşqa muvaffaq olduk. Bularning içinde ushbu davlatlarda ta'siri en güçlük olan, en aktif ve muşu devletlerdeki demokratik ve insan hakları kuruluşlarına bir vasıta ta'sir gösterilen teşkilatlar var. Ve bu teşkilatların içinde bizge okşaş kırgınçılıklarını baştan köçügen devletlerden kelgen teşkilatlar var. Biz bir yerde şunu görüp yattık ki gerçi bu Afrika devletleri bizning yani umuman Afrika bir bakmagan nurgun adamның düşüncesi Afrika'na ait namrat kendi qalğan bularning bizge işimizge tüzük faydası olmaydı degan mundaq göz qarashning tamamen xatoligini ve his qildik. Çünkü namratlik avtomatik halda insanlarnınki öz hak huquqlarına igi chiqish küçününki bo'lmaydiganligini direkt vermeydi ekan. Biz u yerda naiti jalliq, naiti özünün hak huquq gerçi namrat bolsunmu, iqtisadi aqida qolgan bolsunmu, lekin özünün hak huquqlari uchun bijandil kurash qiladigan bir ruhga ega nurg'unlagan ijtimoiy tashkilotlarni ko'rdik va ularningki bu ro'yidan qattiq ta'sirlandik. Va bular bizga o'xshash irqiy qirg'inchilikni bishidan ko'chirgan va bu zulüm dese, bu zulümün haqiqiy mahiyeti yeterliydigan bir xalq kelgan ve his qilib o'tdik. Albatta, G'arbda adamlar inson huquqlari qonun bo'yicha kapolatiga ega qilingan bir muhit yashaganligi uchun biz zulüm degan vaqtimizda G'arb davlatlari uni tushirishga tirishsin, lekin nima degan bilan bular undaq bir zulmni boshdan ko'chirib bo'lmaganligi uchun bak hissashlik göstermeydi ekan. Ama Afrikalıqlarga faqat o'zimizningki irqiy qirg'inchilikqa uchrab qolgan mush bir yig'iz so'zimizni degandekinlar ularning ko'zlariga yashaygan ketgan nurg'un odamlar bo'ldi. Biz bunu ömrümüzde hiç körep bakmagan, yani bize aktarlagan ekiptik. Ular üçün bir hesap qalğan vaqtida şundaq bo'lishimizni qaramay ularningki insoniy bağlarınınki ne kadar cho'nqurligini his qildik. Bizninki u yerda bo'lapmi shu ijtimoiy tashkilotlarni nihoyatda kuchli qo'llashni his qildik. Bu bizninki o'ylaganlarimizni necha hissa olib ketdi. Nechasi olib ketdi. Onundan başqa biz bu yerda Gambiyada turishliq bir qancha davlatlarningki baş elçileri bilan ko'rish fursatiga ega bo'ldik. Onundan başqa bu Afrika Komisyonu'nunki yuqur derecedeki xodimlari cümleden Afrika Komisyonu'nunki insan hakları ve xalq hakları vekil baş vekili bo'lgan Lombodo efendim bilan bir vasıta görüşüş fursatiga ega bo'ldik. Bu belki şu uçuruşumuzdaki en yarqin neticelerden birisi bo'lib hesaplanadi deb o'ylayman. Bu kishi biz Dünya Uyg'ur Qurultayiniki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida hozirlagan Uyg'ur sotininki dokladini taqdim qildik va shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultayiniki Uyg'ur inson haqlariga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi aloqador boshqa dokladlarni sundik. Bu kishi bilan suhbatdan keyin shu qadar ta'sirlandimki biz asıl soğumakçıdık, lekin fırsat bek az olan başka soğumay kalgan bolsak mı gerçi şu Gambiya televiziyası bilen boğan muhbirlarını kütülüş çıkınında məxsus Uygur insan hakları doğrusunda naiti küçük söz ibarelerini kıldı ki acayip tesirlendik ve bu kalan hizmetlerimizdeki ne kadar utuğluk boğalıqını üyede kögendek bulduk. Cümleden o kişi dedi ki Afrika'nınki iqtisadi ahvallar Xitay bilen boğan münasebetlerine qanday buluştan qat'i nazar insan hakları prensipini naiti tutqu qıldığanlıqını insan haklarını meyli o dünyanınki defsendeceklerin meyli dünyanın nerede olsun Afrika'da olsun, Avrupa'da olsun ve cümleden Xitay'da olsun bununla qattiq qarşı turduğanlıqını uçuk söz ibareler bilen anlattı ve özününki bu insan Uygurlarnınki insan haklarını qoğdaydiganlıqqa hiç qanday güçnünki ta'sir qilmaydiganligini bu yerda ta'kidlab o'tdi. Muşular hem de biz qo'lga keltirgan ko'p natijalarning ichida jamoatchilik bilan o'rtoqlashadigan bir qism bo'lib hisoblanadi. Zümrettay u Gambiyaga borgandan keyin sizlar u yerdagi xalqninki iboyatdan g'ayratbandimi deb o'tdi. Sizlar irqiy qirg'inchilikni hozir Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni anglatgandan keyin ularning ko'zlariga liqdan yosh kelganligini. Onundan sırt u yerdagi xalqninki jumladan shu hukumat organlarininki Uyg'ur davosiga va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga Xitoyninki ilib berayotgan rezil qilmishlarga pozitsiyasi qandaqki, andan keyin sizlar u yerda faoliyat ilib berish jarayonida u yerdagi matbuotlarninki sizlarga bo'lgan pozitsiyasi qandaq bo'ldi? Matbuotlarda e'lon qilingan bir xabarlar yoki bir ishlar bormi? Bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz.
Әмді біз үйәді палет жығынға, үйәді ішкі жығын болды. Бірсі амыви, бірсі тәшкілатла жығыны, яны бірсі абай ғайыр әпәндім деп өткендек Африка инсан ақлары вә халық комиссионысы болды. Бұл ішкі жығын жариянда біз нұрғылыған ерлік тәшкілатла білен көріш имканиет болды вә мұш Африкадеки әлдіктен жық дөләтлердің оқшымаға дөләтлердің кәйген тәшкілатла білен көріштік. Ular bilen görüşken jarayanda hem de bulağa Uygur meselesini anlattık. Anlatkan çağda mening isimni qilishcha hech kim Uyg'urlar to'g'riliq anglab boqmabdi ekan, gap anglab boqmabdi ekan. Shunga tunji qitim bularning bu irqiy qirg'inchilik anglishi va Uyg'urlar bilan ko'rishi. Şuna biz ularga hem de ispatlarını tayarlab, mesela bizning bütün materiallarını tayarlab apırıp nim qilgan ularga hem tafsili tushundirdik ve özümüzning mesela özümüzning aile a'zolarimiz bilan 2017 dan tortib hech qanday aloqa qilmaganligimizni tortib ashuni tushundirsak ham bular acayip biz bunu bilmey qaptık, bek əfsuslandık və biz sizlər bilən billədə bizə onu ifadəldi. Bu əmdə biz ular bilən pran qılğan jarayandın kimi düşəngən nəsimiz əmdə Xitayının boğan küçü və boğan üyədə qılğan bismi intayın çoğun rol oynaydı. Şuna Xitayının üyədə əmdə bütün Afrika dövlətlərdə Xitay bevosita kelib, masalan, shirkatlar kelib, Xitay ishchilarini kelib ishiltib va hukumatmi, masalan, elchixon tarafidan besim qilg'ashqa, u hukumatlarga bu to'g'riliq masalan, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik bilan shu boshqa Xitoyga munosabatli narsalar bo'lsin. Bu to'g'riliq ular hech qanday bir narsa demaydi ekan va butun bizning bilishimizcha butun media hamda axbaratlarını Xitaylar kontrol qilib olgan ekan. Masalan, bizga u yerdagi yerlik tashkilotlar buni bizga debdi. Dediki, bu yerlik Afrikadagi muxbirlarni Xitoy hukumati Beijing apirib bularni tarbiyalaydi ekan. Demak, apirib degani butun chiqimini Beijing ko'tarib, bularni bir qancha hafta Beijing apirib muxbirlarni yetishtirish uchun bir tarbiyalash kursi ochdi ekan. Ve bu muxbirlar, Afrikalik muxbirlar terbiyelenip bolgandan keyin qaytib berip, Xitayga her qanday münasibetlik xabar bolsa, Xitayning shu Beijingning qanda yazgan bolsa, şu propaganda şekilde xabar işleydi. Demek bu Uyghur meselesi Xitayning narrativsidan yazılgan bolğaşqa, yerlik xalqlarmı bu Uyghur irqiy qirg'inchilikning yağanlığı yoki bo'lmasa bu bundaq irqiy qirg'inchilik borligini hech qanday xabar topmaydi ekan. Faqat xabar topganlar shu biza xalqarada ishlaydigan BDT'de masalan bu Afrika tashkilotlarining nurg'unlari BDT'de aktiv ishlaydi. Her qitim şu yığınlarga bardı, bəziləri bilan biz görüşkən. Əmdə ularning biraz xəbər var ki, çünki yəgi berib bizdək adamlarning gəplərini anlığandan keyin, yığınlarda sözləyən anlığandan keyin biraz xəbər buldukan, lakin şu umum şəkildə əmdə yığıqları onun xəbərsizkə, çünki Xitayning propagandası acayip güclükə. Şununla biz bunu biraz düşəndürgəndən keyin ularmı təsirlənib getdi. Onundan sırt yana biz qandaq sizə yardım qıla alayımız degan tələblərini ular qoyğan buldu. Məsələn, biz Uyğur ayollarının qançalik zulm uçravatqanlığını, məsələn, tuğut çəkləş siyasətləri olsun, yoki bo'lmasa ballarını ayrış olsun, muş to'g'riliq so'zlab o'tgan chaqda bular o'zlaridan bizga taklif qo'ydi. Agar xohlasanglar biz bundan keyin billa şəkildə ba'zi faoliyatlarni shu onlayn şəkildə qilsaq bo'ldi deb talablarni ular qo'ygan bo'ldi. Demak, yana bularning xabari yo'q bo'lg'ashqa hozirgacha, chunki butun masalan axborotlarda Uyg'ur irqiy qirg'inchilik Xitoyning propaganda shaklida yozilg'ashqa bularning xabari bo'lmay qoldi. Hamda xabar topgandan keyin bularning bizni qo'llaydiganligini bizga isbotladi. G'ayur efendim, İbaytinmo Zümrət xanım eskertip ötkendek bu Gambiya, yani cümleden Afrika təsirdəki köpüncü dövlətlər Xitayninki besimi və təsir kiçi bir qədər zor olğan dövlətlər olub hesablandı. Sizlər o yerdə fəaliyyət edib beriş jarayonida
Gerçi biz bexatarlik noktasından ilip berilayotgan barliq faaliyetlerin nimisini e'lon qilmagan matbuotlarga, yani Uyg'urcha xabarlar tarqatilmagan şekilde ilip berilgan bolsunmu, sizlar u yer faaliyet ilip berish jarayonida Xitoyning chegara halqıgan bostirish siyosatlarining ta'siri uchurdinglarmi? Xitayninki devlet halkıgan yoki chegara halkıgan bastırış siyaseti şu Elmisaqdan başlap biz Uyghur, Tibet xalqlari beshimizda o'tkazib batgan bir ahvol edi. Buni şu dünya jamoatchiligi jiq his qilmayotgan. Mushu yaqin kunlardan buyon masalan mushu bugungi bir qancha kunning ichida Dünya Uyg'ur qurultayiniki 8-qurultayiniki ichilish oldi keyinda Dünya Uyg'ur qurultayi uchrayotgan töhmetler, hücumlar ve başka her qandaq şekildeki Dünya Uyg'ur qurultayının faoliyatiga bo'lgan to'sqinliklarmi mana shundaq chegara halqagan bostırışlarning bir qism shakli bo'lib hisoblanadi. Biz Afrikaga birishdan burun bu nuqta haqida nihoyatda jiddiy o'ylandik. Bayam sizmi qayta bir qitim deb o'tgandagidek bu yerda haqiqatan cho'ng bexatarlik andishimiz bo'ldi. Afrika davlatlari Xitoy hakimiyetinki bu Afrika davlatlariga singib kirishi bizningki o'ylaganimizdan bakroq bir darajaga yetganligini gerçi Gambiya'nın özü de pek his qilmadik. Çünkü Xitoy hakimiyeti Gambiyaga iqtisodiy jihatdan o kadar bek ko'ngil bo'lib ketmagan bir ahvol ekan. Undan boshqa Gambiya xalqimi gerçi nomrat bo'lsa-mu, ama vijdani milliy kimlik tuyg'usuna ait yuqori bir xalq ekan. Shuning uchun ularmi bu pulga qarablam yoki iqtisodiy manfaatga qarablam özününki qimmatlarga ega chiqmaydigan bir ahvolda emas ekan. Lekin biz bunu bilishdan bilmadik. Shuning uchun bilishdan burun zo'r bir andisha ichida qoldik. Biz buni chunki bizning hatta Germaniyada xizmat jarayonlarimizda, Yevropadagi xizmat jarayonlarimizda qurultayniki sobiq raisi Do'qin Aysa efendimning bishiga kelgan kashmishlardan va har birimizning bishiga kelayotgan kashmishlardan bu nuqtani yaxshi his qilganligimiz uchun bu andishlarimiz asossiz emasdi. Shuning uchun biz zo'r bo'lgan bexatarlik tadbirlarini ilishga ahamiyat berdik. Gambiyaga kirishdan tatip ta Gambiya'dan ayrılıp boğaça bu endişe bizni izchil çırmavaldı hem de. İzchil çırmavaldı. Ama Allah'ın yardımı bilen cümleden bizninki kollaydıgan devletlerimiz güçlük diplomatik yardımları bilen ve aralışları bilen bizninki bir yerde zor bir tosqunlukka uçurmadık. Ama bağan, tuğan her kademlerimizde onun etraftaki bazı devletlerge bağan ve üyedik kökenlemelerimizden Xitoy hakimiyetininki bu Afrika'daki aciz iqtisadi kurulmalardan faydalanıp ularga meblag sağan kıyafette ularninki devletininki kuruluşu yardım qilgan kıyafet kirbilip bir yerde nurg'unlagan o'yinlarni o'ynayotganligini va singib kirishninki ne kadar bir nuqtaga yetganligini ko'rib yetdik. Bayam mudirimiz Zumrat Ayxon bir qismlarini bayon qildi. Uninki bu Afrika davlatlariga faqatla besimlam emas, bu iqtisodiy shakl bilan qilayotgan yangidan mustamlaka qilish o'yinlarininki bu yerda nihoyat zo'r o'ynayotganligini ko'rib yetdik. Gambiyaning o'zida masalan shu simsiz aloqa torları butunlay Xitoyninki ekan. Onundan başqa Gambiya davlatininki naqm shu biz yig'in ochgan binosining o'zini Xitoy hukumati seppagan bir qurilish kerak deb yordam qilgan. Har qanday yerda shu Xitoyninki Xitoy hukumatininki yordam bahonasida so'qigan shu ko'zitish kameralari onundan başqa hattaki şu maşına yoki başqa bexatarlik asbab mesela oturuvchi asboblardan tortib ham yerda bu Xitoyninki iznalarni ko'rib oldi ekan. Xitoyning iznalarni ko'rib oldi ekan. Mush orqali biz o'zimizningki bexatarlik andishimizni texmi kuchaytirishga sabab bo'ldi hamda. Kuchaytirishga sabab bo'ldi. Biz shuning uchun taki Gambiyadan ayrılib bo'lguncha gerçek Gambiya davlatininki dostane muamelesine uçurgan bolsak mı, lekin yani endi bu Xitoy hakimiyetininki bu yerga qattiq bir bisim qilib bir karşılık çıkmaslıktan saqlanish uchun biz xabarlarimizni bermedik.
yig'ib ilib qo'ygan vaqtida Allohga shukr biz endişe qandek ig'ir oqibatlar ko'rilmadi. Ama biz bu devletlerde Xitoy hokimiyatiniki singib kirilish, ya'ni tinch yo'sinda mustamlaka qilish taktikalariniki, strategiyasiniki qadama-qadam amalga oshayotganligini ko'rdik ve aynı zamanda mayli Gambiyadagi bo'lsin yoki biz shu Afrika komissioniga a'zo bo'lgan davlatlarniki ijtimoiy tashkilotlarniki vakillaridan anglagan so'zi borlar qaraydigan bo'lsak, bo'libmi shu asosiy qatlamda xalqda Xitoy hokimiyatiniki bu davlatlardagi iqtisodiy hamkorlikqa bo'lgan endişeleri to'limi kuchayib o'tibdi. Bo'libmi bu Xitoy hokimiyatiniki bu davlatlarda davlat xavfsizlik qurilishlariga yordam qilayotganligi, jumladan yuz tanish kameralari, josuslik yumshoq detallarni setib berishi va o'zi shuni qilib bergan simliq va simsiz tor sistemlar orqali xalqninki shu fikr erkinligini bo'g'ishga yordam qilayotganlikni aslan hammasi bu yerlik xalqlarniki jumladan shu aktiv ommaviy tashkilotlarniki kuchli noroziligini qo'zg'ab o'tibdi va bu Xitoy hokimiyati iqtisodiy jihatdan yordam qildik degan bilan turkumlab Xitoy ishchilarini oqqullarni akilib u yerga davlatlarga o'rlashtirib bu davlatlarniki amaliyotda egiligini Xitoyniki nimiz changiliga o'tkazib olganliklarini Kongo ve şuna o'xshaydigan bir qism davlatlarda Senegal degan davlatlarda maxsus Xitoyga ayrilgan cho'ng rayonlarniki borligini Afrikaliklarning bu yerga xohlagancha kirib chiqib qilolmaydi degandek mushundoq oqibatlar shakllanibdi. Shunga hamda programning oxirida demoqchi bo'lganim Afrikada qiladigan, Afrika qit'asida qiladigan nurg'un ishlarimiz bor ekan. Biz Afrikaga birishdan burun his qilgandagidek Afrika davlatlari Xitoyniki tabiiy ittifoqdoshi emas ekan. Tabiiy ittifoqdoshi derken mayli til jihatdan, mayli madaniyat jihatdan va yoki din jihatdan bular bilan bo'lgan bir tabiiy bog'liqlik yo'q. Shuning uchun bu yerda bo'layotgan bog'liqliklarning hammasi faqat va faqat iqtisodiy manfaatni ko'radigan bir bog'liqlik bo'lganligi uchun bu bog'liqlik nihoyatda ojiz bo'lib hisoblanadi. Bo'libmi Xitoyniki iqtisodiy kuchi kundan kunga cho'kayotgan Xitoy hokimiyati amaliyotda halokatga qarab mengayotgan bu yangi bir yüzyılda bu Afrikaga bo'lgan bu nimeniki ta'sir kuchiniki davomli saqlab turolmayotganligini, buning nihoyatda churuk bir ahvol ekanligini biz to'nib ketgan va uni bu yerda his qildik albatta. Shunga bu yerda biz xizmatlarimizni bundan keyingi yangi qurultaydan keyin buni muhim bir strategik planlarimizning birisi ichiga ilib boramiz deb o'ylayman. 2 yıllarga ziyaretimiz qabul qilganinglar uchun Do'q televiziyasi nomidan rahmatimiz bildiramiz. Hürmetli görünmeler, bugünkü programımız mişet ahırlaştı. Programın ahırlaştırıştan burun sizlerge qısqagina bir izahat berishini to'g'ri tapdık. İbaytın programının 5'idim deb ötkendek 8. növetlik qurultay tayyorliqlari nihoyatda jiddiy shaklda davom qilyapti ve 24-yildan itibaren başlandı. Şu sebepten Dünya Uyg'ur Qurultayınınki sabiq reisi Dolqun Eysa efendim bu işlarınki meşgul bo'lganlik uchun bugünkü söhbet programımız qeytlamidi. Ama aldığımızdaki programlarda, sanlarda, günlük haberler programımızda Qurultayınınki Afrika'daki ve Gambiya'daki faaliyetler hakkında sizlerge tepsili düşünce ve məlumat berişke tirişimiz. Hürmetli görünmeler, aldın qatımlıq sanımızdı mı sizlerge eskertip ötkendek Qurultayınınki içiliş münasibeti sebeplik biz şu aldığımız günlerde bu haftada günlük haberler programımızını to'xtab turganligimizni aytgan edik. Ama diqqatinglar her vakit Dünya Uyg'ur Qurultayınınki YouTube ve Facebook sayfalarida bo'lsin. Biz bu jarayonda kelayotgan Xitoyningki qaysi kunimi Dolqun Eysa efendim degandek Xitoy hakkerlarining hujumiga uchrashi bo'lsin yoki bu yerdagi Xitoyning chegara halqagan siyosatlari haqidagi nimalar bo'lsin, bularning hammasini sizlarga har vaqt dal vaqtida ma'lumot berishga tirishimiz. Vakillarimiz bugun e'tibor bilan kelishga boshlayotdi. Ularni sizlarga Facebook sayfamizda vakillarimizniki bu yerda kelish jarayonida qandaq
to'salg'ularga uchurdimi yoki uchurmadimi, qaysi xil shaklda bo'ldi, bularninkimi yurak so'zlarini anglash uchun ziyorat qilib sizlarning diqqatingizga sunmoqchimiz. Hozirgi ahvolda bexatarlik jihatdan bo'lsin, qurultayninki ichilish tayyorliklari bo'lsin, hammasi nihoyat mukammal holda ketyotidi. Bununla vaqt buluşunlarını sorayımız. Keng qitimliq sanımızgıca görüşkici aman bulunlar. Bosniyanın paytaxtı Sarayevo'dan hamminglarga o'ttiq salam. Men riyasetçi İftixar Abdurshid. Allah'a emanet.